2026-yil 19-yanvar Telegram tarmog'ida o'zini Feruz deb tanishtirgan profil paydo bo'ldi. U o'z o'ljasini uzoq kutmadi. Jabrlanuvchi bo'lgan sodda ayol ekran ortidagi sirli oshiqqa ishondi va hattoki o'zining eng maxfiy shaxsiy foto va videolarini unga yuborishgacha bordi. Lekin u Feruz niqobi ostida aslida kim yashiringanligini bilmas edi. Jinoyatchi yo menga 6000 AQSh dollari berasan yoki yalang'och rasmlaringni butun oilangga, ota-onangga tarqatib yuboraman deya shart qo'ydi. Biroq jinoyat uzoqqa cho'zilmadi. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan olib borilgan maxsus tezkor tadbirlar natijasida ushbu jinoiy sxema fosh etildi. Xodimlar tomonidan zudlik bilan maxsus tezkor tadbir o'tkazilib, tadbir jarayonida tovlamachi talab qilgan pullarning bir qismi bo'lgan 2 million so'm plastik kartaga o'tkazib berildi. Ayni shu vaqtda jinoyatchi ashyoviy dalillar bilan voqea joyida qo'lga olindi va nihoyat niqob yechildi. Feruz aslida jabrlanuvchining tanishi, ya'ni dugonasi bo'lib chiqdi. Maqsad esa bitta: pul. Hozirda fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ogoh bo'ling, ekran ortidagi do'st dushman bo'lib chiqishi mumkin. Shaxsiy hayotingizni hech kimga ishonmang, jinoyat esa jazosiz qolmaydi. Yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.